Assalomu alaykum. Hurmatli yurtdoshlarimiz. Mana bir yana ustagalarimiz ishlarini ko'rgani, bitgan ishlarini ko'rgani kelganmiz. Shunaqa katta chiroyli imoratlarga chiroyli qilib fermalarni, tunukalari bilan chiroyli holatda tayyorlashib bitkazib berishibdi. Ustagani o'zidan suhbatlanib olamiz. Ham zamonaviy ekan akalar. Ham arzon ekan. Nima deysizlar aka? Jigar deydi-yu bosib olamiz ha. Akani o'zidan suhbat olamiz. Akamiz Vodiydan, Andijondan. Assalomu alaykum. Azbek aka, salomatmisiz? Rahmat aka, turibsiz, salomatsizmi? Ishlar bilan. Aka, endi bu necha kvadrat, nima bo'ldi aka? Zamonaviy aka, hozir qaysi yilda turibmiz aka? Mana Xudo xolasa inshaalloh 2025-yil Ramazon oyida 3-oyda turibmiz aka. 3-oy boshidamiz aka. Narx-navolar qanaqa bo'lyapti aka bu yilga? Shu qilingan ishimiz hozir Samarqandda bo'lgan. Samarqand viloyatida 160 kvadrat joy bo'ldi. Hozir bu xonadon ikkita xonadon bitta bo'linganda. Shu hozir bu bitta ko'rinishi. Narada shu xuddi shu variantda yana bitta. Ha, nari xonadon ham shu bilan bir xil aka? Ha, shu bilan bir xil bo'lgan. Qani aka, buni ham bir ko'rib nima qilaveramiz aka? Narx-navolar aka qanaqa bo'lyapti aka? Shu zamonaviy qilib chiqaribsizlar aka bu. Men talab ustalarga qarab, chiroyli qilib kelishgan holatlarda qilib berganmiz. Xorisi, o'rtadagi xorisi. 10 metr ustunsiz. Ha. Aka, demak, mana bu regilimiz aka necha metr bo'lyapti bez ustun holat? 10 metr bo'lyapti. Xorimiz 10 metr holatda tayyorlangan. Hozir aka. Beton vazifasini bajaradi. Apparat qilib beton qo'yib, boshqa narsalar shag'al ostida o'tadigan narsalar bo'lmaydi. 10 metrgacha bez ustun holatda o'rnatdi. Filmlar tayyorlab beramiz. Demak aka 10 metr bez ustun holat bo'lgan aka. Hozir manzil qayerdamiz aka? Narx-navolar realni ayting aka, bizga qanaqa bo'lyapti aka? Shu kunlarda. Samarqand viloyatida bo'lgan ishimiz bu. Bu shu variantni 75 mingdan tushgan. Tunkasi atdeni gaplashiladi. Tunkasi necha kvadrat, tunkasiga 15 mingta pasportning figurasiga qarab qilib beramiz tunkasini. Qolgan shakli yo'q, fermer orasi kengaytib orasiga qarab narxlar ham o'zgaraveradi. Aka, demak, mana chiroyli qilib shu ikki qo'shnini o'rtasidagi zaborda ham aka tepasini chiroyli qilib beribsizlar-da, tunkafon, nima deyiladi? Fermalar bilan, konteyner profillardan aka sizlar ishlaring. Bu yerda mana shu konteyner materialdan bo'ldi. Yog'och olib boshqa qilgandan ko'ra bu yerda temirdan qilib berdi, ishda oladi. Xo'p aka, bu kichikroq maydon ekan, misol uchun kichikroq joyimiz, obyektimiz ekan. Kattaroq obyektlar bo'lsa ham qilib berasizlarmi aka? Stadion, to'yxona yo boshqa yili zamonaviy nima deymiz yana yangi inshootlar bo'lyapti-ku aka, imoratlar. Beraveramiz. Temir sohasida qanday tom bo'lsa, mansardmi yo figuralimi 10 metr, 15 metr, 23 metrgacha bo'lgan zanalarni ustunsiz holatlarda fermalar tayyorlab o'rnatib beramiz. Prosta ularni tayyorlanishi bunga o'xshamaydi, boshqacharoq tayyorlanadi holatiga qarab. Shotili deydi, A varianti bor, arkali varianti bor. Xo'p, akalar, mana yuqoridan tepadan ko'rinish aka. Akalar, mana bu to'g'ridaqa shunaqa figuradagi holatdagi tomlar bo'lsa ham qilaveramiz deyapti. Bu akalarimiz hozir bu yerda qilishgan. 23 metr, 22 metr, 17 metrmi, 18 metrmi bez ustun holatda, chiroyli holatda zavodlar ustidan qilishib berar ekan. Ustagamiz nomerlarini pastda qoldiramiz. Bemalol murojaat qilishlari mumkin. Ishlari kачественный, yaxshi ekan. Mayli, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.